Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz Chorva Foyda YouTube kanalimizga obunachilari va akalar Chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari, YouTube kuzatuvchilari. Sizlarga akalar 2026-yil 28-yanvar Andijon viloyati Marhamat tumani Alitepa MFI Ziyokor mahallasi 5-uydan akalar syomkamizni boshlaymiz. Akalar ikkita o't g'aripi, savobgarchilikka olib qo'yadigan 2 dona enabola, 2 dona bo'g'oz molimiz bor sizlarga. Bitta ko'rib o'tasizlar, xudo xolasa akalar bolasi novoz. Ustiga javob berimman, lekin egalari akalar baqalmabdi. Mashq holatiga aka deyapti, 8 litrdan sut beryapti mol deyapti. Dehqonni mollar akalar. Mashq holatiga 8 litrdan sut bersa agar biz to'g'risi hali ko'kda baqib yurgan mahalimizda deyishdi akalar. 12 litrdan soqqamiz aka bu mollardan deyishdi. 12 litr sut hazagan sutmas akalar. Hozirgi sutini akalar men aytdim sizlarga 8 litr sutga bermayman mollarni. Boqasizlar akalar moldan xudo xolasa 10 tan tepasi sut beradi ikkalasi ham. Xudo xolasa. Ikkita sog'on sigirimiz bor. Ikkita bo'g'ozimiz bor xullas. Akalar birinchi molimiz 4 ta tuqqan. Tishlari akalar hozir ochib ko'rsataman, tishlarini ham o'tishyapti. Yeyishlari zo'r ekan, nushqutlar deyapti, somonlarda, ikkalasi ham. Akalar xullas gap cho'zmayman. Bir qator ko'rasizlar, yelinlari o'ta go'zal narsalar akalar. Keljaman, tisturchi. O'nta ko'rib qo'yasizlar, tayta. O'tyapti, g'ash kelasi kerak bular. Bolasini olib kelaman oldiga, sog' ko'rsataman hammasini. Akalar, men hozir buni bolasini olib kelib ko'rsatib beraman. Maqalaman mol, jonivor, ola paroda. Arvoq akalar molimiz. Mana Estonda chachishgan gibridini qaylar. Yelinni qaylar akalar. Oq yelin, oq tutek. Ikkovini ham akalar 4-chi yo 5-chi mollardi. Xo'p, akalar to'xtaysiz, bir tishini ochib ko'rsatib ketaman, bir yo'l. Birinchi sog' ko'ratigan mollarda. Akalar mana novvoschasi, o'n qarab turlar mana. Rossiyskiyni bo'lasiz mana. Fermer mollar akalar. Qarab turlar, men sizga ko'rsataman. Jonivordi. Ha, joni sog'ir. Muqaylar. Em. Bo'l. Hozir akalar xudo xolasa bular ko'rsataman sizlarga men. Bolasi chemolsin-da. Oq novvoschamiz akalar mana shu olani bolasi, muqaylar. O chiqishni qaylar, chiqishini. Qo'shib turgan, bitta qo'yaman. Muqaylar. Akalar fontan nimaga bu nima? Levan ko'rib kelib tez surkab qo'ydi. Nima olib kelaymi? O yelinlar ko'ribdi, yelinlar. Yelinlarcha qiyib qo'yibdi akalar bolasi. Yana ashunda ham jonivor yuvosh ekan muqaylar chiqishini. Voy maşallah. Qattiq ushamayapman aka, to'g'ri tushunasizlar. Sekin ushab qo'yaman mana, o'z chiqishadi. Akalar, ushasanglar sut to'kilar, ushasanglar. Ushasanglar bo'ldi ekan, sut to'kilib ketar ekan o'zi. Ohan qaranglar. Bo'ldi janob, kel. Aka ketdir. Yelinni qaylar ekan, yelinni. Akalar novvoscha bu bolasi ham. Mana. Akalar men qaylar, men jonivor. Maşallah. Qaylar jigarlar, bolasi novvos. 28 yo'q. 26,5 bilan kami bor. Tishini ochib beraman sizlarga, tishini. Kel, mana aka. Alohida qilib qo'yasizlar. Kel. Bo'lmasa hozir erim qo'yadi. Kel. To'xtat, janob. To'xtat. Bu bo'zay qara, bu bo'zay. Bo'zay bo'lar. Qo'yinglar bu bo'zay janob. Akalar novvoscha. 10 kunlik ham yo'qday bo'zaycha novvoscha mana. O'ta tetik. Endi nima qilamiz akalar, bu tishini. Akalar mana tishim oldi. Ko'rsatib qo'yinglar. Mana tishlari. O'ta go'zal holatda turibdi aka tishlari ham. Ko'rdinglarmi? Akalar, molimizni bo'yi 120 plus. Xudo xolasa akalar 26,5 bilan kami bor. Ikkinchi molimiz akalar. Mana buni ham olib o'taman akalar. Buni ham bolasi novvoscha akalar. Bitta yetalab berish kerak o'zi bu mollar ko'rsatgani. Ko'z tegib ketadi. Jigarlar mollar qarab qo'yadi. Qanqayda, voy joningiz sog' yur. Maşallah. Ko'z tegmasin. Mol. Og'zi tegdi, yeyapti akalar molimiz. Mol bo'lsa shunchalik bo'ladi akalar. Akalar bolasi kattaroq. Novvoscha. Yelini ham o'ta kuchliroq. Qani, mo'g'alib chiqishini. Akalar, mo'g'allar. Ushasanglar chiqar ekan, ushasanglar bo'ldi ekan. Jigarlar, bunaqa molni hamma olib kela olmaydi, to'g'risi tushunlar. Mo'g'aylam uni.
O'n qarang. Sekin shop qo'yapman. Qatirsini ko'p to'kilib ketyapti. Hayb bo'lib ketmadi deyapman. Xo'p, to'tinglar akalar. Bu birinchi elini qaranglar. Chiqdi. Bu ikkinchi elini chiqdi. Uchinchisi chiqdi. To'rtinchisi chiqdi. To'rov ham chiqyapti akalar. Ushab qo'ysangiz chiqyapti akalar. Hozir men bular yetalayveraman sizlarga. Yetalab ko'rsataveraman. Kelib turgan orqasidan. Kelib turgan ish bor senga. Uni o'sha yerda qiziqib qo'yinglar akalar. Bu ham xani-xuni bo'z emas lekin. Buni borib. Bu akalar shu bir oycha bo'lib qolib chiqib tuqqan 20 kunmi? Aniq bu, lekin mana 5-6 kunlik bo'zek. Sarodasi akalar oddiydan emas, to'g'ri tushunasizlar. O'ta ham kuchli narsalar. Xudo xolasa. Olgan odam maza qilsin deyapman akalar. Jonivorni ko'ylari yoshligina akalar, ha? Bolasini oldiga barab qo'yasizlar. Vazavaz. Yerga solmay, mayli, keyin akalar paqirga solib beramiz. Kel. Akalar mol baquvvat. Bitta odam suzib ketdi mashetiga. Agar bu molchi itcha yem yeb qolsa mana akalar tishi. Tishi bosgan akalar. Yaqin odam endi. Tishlari bosmagan emas, lekin o'rta yosh. Qarvil tish to'kilib ketmagan. Mollar xullas go'zal narsalar akalar. Ona buni diletlayverib boshlagan narsa bo'ldi. Prosta. Mashmolni ko'rib qo'yinglar-da. Chiqasan, mana. Orqasidan qo'yavering. Yemini chiqsin. Hojona, hojoba ko'rib turgan bo'lsangiz tars telefon qiling. 91 607 0 ga. Bunaqa mol har doim kelavermaydi. Mana. Hajjoningiz bo'ldi. Birinchi molimizni yedala ko'rsatdik sizlarga. Ya aka. Shu mollar baquvvat, ko'z tegmasin. Xo'p, akalar ikkinchi olamolimiz. Bitta yetalab qo'yaman, prosta. Sen akagina. Bolasi olib yurgan, jo'ra. Mana. Akalar, molni qaylar. Mol ancha-muncha moldan kuchli mol bu ham. Orqa tomonga o'yinglar. Akalar, biz videochimiz yangi, xafa bo'lmaysizlar. Video yaxshimayotgan bo'lsa, mabodo yerlar kiritib qo'y, yerlar. Mol bo'lsa shunchalik bo'ladi akalar. Mol olsanglar shunaqasini olinglar akalar. Sut ko'p. Mol o't g'arib akalar. Mana shu mollarga eshiklardan kunjalar bilan kepib berib qo'ysa molar bilasizlarmi? 15 ta 12 ta sut beradi akalar. Bu mollar hazakan mollar chiqmaydi xudo xolasa inshaalloh. Alloh bergurchi akalar. Allohdan so'raylar. Mollar yeb ichib zo'r ekan. O't g'arib bo'lib qolibdi. Savobgarchilikka olib qo'yinglar mana shu mollarda akalar. Ham sut qaymoqqa to'yasizlar, ham ona novoslar to'laydi o'zi. Ham foyda qilasizlar akalar. Beganadan mol olyapsizlar. Mana shu molni olib jigarlar mana. Mana molni olib bitta mol o'rishlar mumkin. Bitta mol, bitta bilet. Mana yana bitta bilet. Ana bo'g'ozlar ham bittadan bilet akalar. Akalar. Chorva foyda kanali mana qamol olib kelib beradi akalar, men vaqt qaylar mana, vaqt qaylar mana. Bu taydi qarang. 8 ta 9 ta sut beradigan mol chiqadi akalar. Eng kam hozirgi holatida. Mana qarang. Ha, jonivor. Ana ko'ringlar akalar. 27 million kami bor bunisi. Narx aytmayapmiz, aytmoqchilik. Xo'p, akalar endi mana bolalarini ko'rib turasizlar. Mana bolashalari. Bolasi novosmi kattarog'i mana 12 akalar, Estonniki, Qizilo'laniki. Ular kichkinarog'i akalar, nariga rossiyskiyniki akalar, narigisiniki. Akalar mollar haqiqatan boshqacha mollar. Bolani qaylar, bolani. 27 million kami bor akalar. Mana 10 tadan kam sut bermaydi akalar. Lekin sutiga javob berilmaydi akalar. Molni boqasizlar, o'zi molni o'g'il qilish yuboribdi akalar. Molni boqasizlar, sut olasizlar akalar. Lipu xohlagancha sog'aylar bu moldan beradi. Zavod bu mol. Endi akalar maytda 2 dona bo'g'ozimiz bor. Arzon. 6 oylik bo'g'oz, bo'ylari 1.25. Akalar, ukalar, jigarlar, aloqaga chiqinglar. 91 607 0414. Mana 10 akalar 4 oylik bo'g'oz. Birinchi to'mi 10 hali bo'zekcha. Kura chiqargan yo'q. Buni bo'ylari 1.15. Akalar 1.15 fil ustida. Mana o'zi 1.25 chiqyapti.
Endi akalar mol har xil bo'ladi. Biri 20 plus, biri 15 plus ko'raverasizlar. Jigarlar buni ikkovini jupini puli qancha qo'yay akalar? 40 million kami bor akalar jupiga. Xohlaganda qilib olinglar akalar. Xohlasalar bitta bo'g'oz, bitta enavola qilib olinglar akalar. Sog'ib turasizlar, bittasi tug'ib beradi. Xohlasalar akalar ikkita bo'g'ozni bir joyga, ikkita enavola bir joyga olinglar akalar. Maslahatim akalar molni olinglar, to'g'risi. Telefon nomerlarim dashi gap. 91 607 04 14 akalar. Bolalari novvoschalar, to'pposchalar akalar. Aloqaga chiqishga shoshilamiz akalar. Ulgurmay qolasizlar aks holda. Sog' bo'lasizlar, jigarlarim. Alloh rozi bo'lsin.